Hammaga assalomu alaykum. Men bugun ko'chaga chiqdim. Bilasizlar, ancha kundan beri ko'zim og'rib chiqmayapman. Birinchi qiladigan ishim nima bo'ldi? Atirlarni juda ham yaxshi ko'raman. Atirim tugab qolibdi. Sirazi Kamol opam magazinlarga keldim. Bu yerda hammasi original. Buni nafaqat men aytganman, uni Feruza opam ham hamma blogerlar kelib, shu yerda original atir sepadigan hamma blogerlar kelib aytishadi va men sepadigan atirim mana shu atirni juda ham yaxshi ko'raman. Shunaqa chiroyli qilib yasab qo'yishibdi, buni qaranglar, sarpaga olib ketishinglarga. O'zi ichida unaqa bo'lmaydi. Toshlar yopishtirib juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Vashe asal. Keyin hozir yangi atir sepib ko'rmoqchiman. Shuning uchun hozir menga Kamol opam mana shu atirni tavsiya qildilar. Buni olib ketmayapman, probligini olib ketyapman mana. Siyagan nomi. Sepib ko'raman, agar yoqsa, shu idishdan olib ketaman. Kim qanaqa atir qidirayotgan bo'lsa, original, nafaqat atir, parfumeriya, mana bitta nima desam ekan, mana tonalka, hamma narsa bor. Kelib olsanglar bo'ladi.